Bugun zamon rivojlanmoqda. Albatta tadbirkorlikda ham o'ziga xos yangi yo'nalishlar, izlanishlar olib borilmoqda. Eng muhimi bu faoliyat orqali aholiga xizmat ko'rsatish sifati ham oshayapti. Maftuna Ziyoyeva dastlab logoped yo'nalishida ish boshlagan edi. O'tgan vaqt mobaynida o'z ustida tinimsiz izlanishi, yangilikka bo'lgan intilishi, eng muhimi o'z kasbiga bo'lgan mehri tufayli yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, bugun ishbilarmon tadbirkorga aylandi. Dastlab nutqiy rivojlanishda orqada bo'lgan bolalar uchun maxsus markaz tashkil etdi. Ayni vaqtda esa ular soni 10 taga yetdi. 2007-yili Navoiy davlat pedagogika instituti dialektologiya yo'nalishiga o'qishga kirganman va o'sha sohadan o'sha yo'nalishimni o'qishdan boshlab mana shu sohaga qiziqishim boshlangan. Mehrimni berib shu sohaga kirib kelganman. Haqiqatan o'zimga yoqqan, bolachalar bilan ishlash, hammasi yoqqan. Bu faqat biznes emas, bu tadbirkorlik emas, bu meni soham, bu meni mutaxassisligim. Va shu mutaxassisligimni yaxshi ko'rdim va uni rivojlantirishga harakat qildim. Dubaydagi Asir klinikasiga o'qidim va chet el bilimlaridan ham xabardor bo'ldim. Va o'zimning bilimlarimni yanada takomillashtirib rivojlantirdim. Shu darajagacha kelishimga baribir o'zim ustimda izlanganlarim sababchi. To'xtamaslik kerak, faqat o'qib izlanish kerak. Yaqinda tadbirkor yana bir loyihaga qo'l urdi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ko'magi bilan davlat xususiy sheriklik asosida kunduzgi parvarish xizmati tashkil etildi. Ushbu muassasada bolalarga reabilitatsiya xizmatlarini ko'rsatish uchun barcha sharoitlar va qulayliklar mavjud. Aytib o'tish joizki, mazkur ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish orqali oilalarning bandligi hamda mehnat qilishi uchun imkoniyat va sharoitlar yaratiladi. Bolalarning esa ijtimoiylashuviga ko'maklashiladi. Ushbu markazimiz kunduzgi parvarish xizmati markazi. Bu loyiha avvalo davlatimiz prezidenti tomonidan tasdiqlandi va ijtimoiy agentlikning birinchi ilk loyihasi. Ya'ni juda katta loyiha bu. Nimagaki o'z imkoniyatlari cheklangan bolajonlarni uyga qarab olib o'tirgan ota-onalarni qo'lini bo'shatish maqsadida qilingan loyiha bu. Ya'ni onalari bolani bemalol bizning markazimizga topshirib, o'zlari boshqa ishlarni qilishlari yoki boshqa farzandlarini tarbiyasi bilan shug'ullanishlari mumkin. Aynan ishlayotgan onalarimiz uchun bolani qarovsiz qoldirib ketish juda ham murakkab narsa bo'lib qolgan edi va mana bu markazlar tashkil qilingandan so'ng bemalol qoldirib davlat ishlariga borishlari mumkin bo'ldi. Va uyga bolaga qarab turgan, ishlamayotgan onalar uchun esa endi ishlashda imkoniyati bor va iqtisodiy tarafdan oilasiga barqarorlik tashkillashtirsa bo'ladi bu orqali. Ushbu markazimizda 36 o'ringa mo'ljallangan va hozirda 21 ta bolani qamrab oldik va buni eng yaxshi tarafi o'sha bolajonlarning onalari ham ish bilan ta'minlandi va undan tashqari 10 ta ayollarimizni ish bilan ta'minlandik. Aynan ushbu markazlar, ya'ni kunduzgi parvarish markazlari viloyatimiz bo'ylab 4 ta joyda ochildi. Navoiy shahar, Karmana tumani, Qiziltepa tumani va Zarafshon shaharchasida ochildi. Endilikda esa Navbahor va Xatirchi tumanlarida ochilish arafasida turibdi. Bu yerda parvarishga muhtoj bolajonlar bilan kunlik mashg'ulotlar olib borilib, ularni jamiyatga ijtimoiylashuviga ko'mak ko'rsatiladi. Eng muhimi bu yerda ko'pgina xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Ushbu markazda nima vazifalari bor? Aynan reabilitatsion mashg'ulotlar olib boriladi va undan tashqari ta'lim va tarbiya beriladi. Reabilitatsion ishlarimizdan gidrovanna, gidromassajlarimiz olib boriladi. Umumiy massajlar, chunki bu bolalar faqat yotoqda bo'lganligi sababli qon aylanishi yaxshi emasligi uchun ularga umumiy massaj tashkil qilingan va tez tibbiy birinchi yordam ko'rsatish uchun hamshiralar jalb qilingan. Undan tashqari ta'limiy sohada esa defektolog, logopedlarimiz jalb qilingan. Nima uchun? Aynan ularni nutqida va intellektida orqada qolishlar kuzatilganligi sababli ushbu mutaxassislarimiz ijobiy yordam ko'rsata oladi. 4 ta bolamdan 2 tasi nogiron. Ko'p yildan beri uyda o'tirib qolganman. Bunaqa sharoit, bunaqa kunduzgi parvarish men uchun orzu havas bo'lgan. Ko'p ayollar, menga o'xshagan ayollar orzu qilsa kerak ishga kirishni. Chunki o'tirib qolib, yotoqdagi bolasiga qarab
bir tashqariga chiqa olmaydi, jamiyatga qo'shila olmaydi. Davlatimizni rahbariga katta rahmat aytaman. Shunaqa tadbirkorlarimizga shunaqa sharoit yaratibdilar. Men Maftuna Nuridinovnani ancha yildan beri taniyman, chunki bo'lacham 13 yoshga kirgan. Aytganman u kishiga, logopedga aytganman. Juda ish faoliyatlarini ko'p kuzatib yurganman. Juda yaxshi inson. Bugun mana shu tadbirkor mana shunday joyni ochganlar. Shu kishi sababli biza ishlik bo'ylik, men keldim, bolamni olib keldim. Kichkinamni ham lekin shaqa qo'ymoqchiman, yonimda bo'lsin deb. Oddiy ona sifatida men faqat nima qilganman? Bolamga parvarish qilganman deb o'ylaganman-da, lekin bu parvarish emas ekan. Uyga o'tirib faqat bolangizni yotqizib qo'yib, ovqatini berib faqat yotqizib qo'yib, boshqa hech narsa ko'rsata olmaysiz. U bolachalar nimani ko'radi? Faqat uyni devorini ko'radi. Biz ham ularga qo'shilib faqat uyni devorini ko'rib o'tiramizda. Men o'ylayman, bu sharoit juda yaxshi onalarga, mendek onalarga. Menga taklif qildilar, ishlaysizmi dedilar, bolachalar bilan, bunaqa bolachalar bilan ishlashingiz juda ko'rdik, yaxshi yoqdi deb aytdilar-da. Mayli, rozi bo'ldim. Nimagaki, men ham chiqibman tashqariga, xursandman shundan. Ishlik bo'ldim, Xudoga shukr. Yotoqdagi bolalarga massaj, parvarishlar qilinyapti, elfikalar, gidrovanna qilinyapti. Bu narsani men orzu qilardim, rostini aytsam. Mashg'ulotlar bu qayerni so'ramasam pullik deb aytarlar, imkoniyati bo'lmaydi pul masalasida-da. Bepul hamma narsa bor. Juda yaxshi sharoit. Tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmat. Bugungi kunga bitta tadbirkor foyda ko'rmayapti. Ancha tadbirkorlarni ketidan onalar ham ishlik bo'lyapti, ayollar ishlik bo'lyapti. Shular bizga mana bolalarga juda yaxshi imkon berildi. Ushbu markazimizda, ya'ni kunduzgi parvarish markazimizda qatnayotgan bolajonlarni akademik bilim olishga qobiliyati yo'q. Shu sababli biz ularni hunarmandchilikka yo'naltirdik. Kulolchilik, pazandachilik, tikuvchilik va mana san'at sohasida rassomchilikni tashkil qilganmiz. Faqat parvarish bo'lmasin, faqat kunduzgi parvarish degani bu faqat bolaga qarab turib, ovqatini yedirib, yuvintirib, masajini olib yoki elfika masajini olish bo'lmasin deb biz xohladik. Nimani? Maqsad bola o'zi yolg'iz qolganida mustaqil bo'lishi uchun qilinyapti. Masalan, kimnidir borib devoriga rasmini chizib bersa, pul oladi. Ijtimoiy hayotga moslashtirish uchun bu tashkil qildik biz tugaraklar. Aynan mana bu kunduzgi parvarish markazimizda vazifasi bolalarni inklyuziv ta'limga yo'naltirish. O'sha ta'limgacha chiqarib berish, tayyorlab. Bu markazlarimizning vazifasi esa masalan ziper bolajonlarni ommaviy maktablarga chiqarish. Vazifamiz shular. Avvalo, men bu sohaga kirib kelgan vaqtim faqat bolajonlarni yaxshi ko'rganim uchun ularga yordam berish maqsadida men kirib kelganman. Faqat harakat qilganman. Nutqida muammosi bormi, aqlida muammosi bormi, o'shani yechim o'ylab harakat qilganman. Va bunaqa bolachalarni talab ko'payib ketgan. Borgan sari talablar ko'payib ketgan va ota-onalar hammasi bolasi bilan ishlashni xohlagan. Mana shundan keyin kelib chiqqan, men qanaqadir bir markaz ochib, yordamchi olib, o'sha yordamchi bilan birgalikda ishni olib borishni o'ylaganman. Ertalabdan hamma markazlarini bir-bir ko'rib chiqaman. Bolajonlar bilan qanaqa planlar tuzildi, mutaxassislarim qanaqa ish olib boryapti, hammasiga qarab chiqaman, lekin viloyatdagi filiallarimga borishda imkoniyati yo'q. Ularni faqat kamera orqali, telefon orqali nazorat qilib turishda iloji bor. Hamma markazimizda ham ota-onalar minnatdor. Kam vaqt dam olaman, to'g'risi, juda ham kam dam olaman. Shunga yarasha, harakatga yarasha energiya ham bergan. Shu narsani men tushunib yetdim. Masalan, ertalab tong sahardan harakat qilaman ulgurishga. Shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada logoped vrach lavozimida ham ishlayman. Hattoki o'shanga ham vaqt ajratishga harakat qilaman. Hech qanday markazlarga, bog'chaga, maktabga qatnamayotgan, uyga o'tirgan bolajonlar uchun masalan poliklinikada faoliyat ko'rsataman va ularga logopedik yordam ko'rsataman. Hozir bu o'zimizda logoped markazimizda asosiy markazimizga kelyapmiz hozir. Bu yerda aqliy hamda nutqiy orqada qolgan bolajonlarni intensiv ravishda, ya'ni ertalabdan kechgacha olib qolib, faqat logopedik defektolog mashg'ulotlari olib boramiz.
Islom. Birinchi bo'lib ochgan markazim ijarada edi. Men keyin yana bitta ijaraga joy, kattaroq joy olib ochdik. Va oxiri nihoyat men bu xususiy joyimizni olib, mana shu joyga ko'chib, markazimizni o'rnashtira olganmiz. Bu yerda 13 ta ish o'rini yaratilgan hozirda. 3 ta gruppa, ya'ni maktab yoshidagi yosh kattalar gruppasi va o'rta yoshdagilar va kichkina gruppamiz bor. Tarbiyachilari va o'qituvchilari bor. Bu yerda asosan logoped defektologlar ishlab boradi. Asosan darsga urg'u qaratilgan. Intensiv ravishda ertalabdan kechgacha bolalarga dars o'tiladi faqat. Ilk ishlagan o'quvchim maktabgacha ta'lim muassasasida ishlaganimda retovshin chiqarganman. Ilk ishlaganim. Va o'sha bola hozirda meni ko'rgani bir kun kelganida men tonimadim, chunki bo'ylari mendan uzun bo'lib ketgan va Toshkentda konservatoriya universitetini tugatib, hozir san'atkor bo'lib ketgan. Men uchun juda ham faxrli, chunki bizani qo'limizdan chiqib, nutqlari ravon bo'lib, hozir san'atkor bo'lib yuribdi. Va shunga o'xshash bolajonlarimiz juda ham ko'p. Butun respublikadan kelgan bolajonlarimizni nutqida, aqlida muammosi bo'lganlar bilan ishlab berganmiz. Albatta har bir bola mehr e'tiborda, davlatimiz g'amxo'rligida. Ishbilarmon ayol ana shu jihatlarni o'ziga shior qilib olgan. Bugun ushbu logoped markazida ham nutqida nuqsoni bor bolalarni sog'lomlashtirish ishlari olib boriladi. Buning uchun malakali kadrlar va barcha sharoitlar yaratilgan. Men ish faoliyatimni boshlaganimga 4 yil bo'libdi. Ish izlab yurganimda Maftuna Nurdinovnani mana shunday xususiy logoped bog'cha ochganini eshitib kelgandim. Menda oldin qo'rquv bo'lgandi, bu farzandlar bilan, bolajonlar bilan qanday ishlash. Shunda qaramay mana bolajonlarimizga o'zimizda qo'limizdan kelgan hissamizni qo'shib yordam berayotganimizda, bular dardiga davo bo'layotganimizdan endi xursandman. Bu yerda farzandini hamma ota-ona ishonch, umid bilan olib keladi. Biz shularni umidini amalga oshirish uchun qo'limizdan kelgan bor bilimimizni, ishimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Shunda yosh tadbirkorlarga imkoniyat berilayotgani mana shu bizga o'xshagan ishsiz yurgan ancha xotin-qizlarni ish bilan ta'minladi. Mana biz boshida 4 ta 5 ta ayol qizlar ishlasdik. Mana hozir 20 tadan oshiq darajada erishganmiz. Bu degani har bir ishchi ayol o'zini oilasiga daromad olib kirib, ro'zg'orini yanada tiklashga, men o'zim yolg'iz katta qilganman farzandlarimni, shunga menga yordam bo'layotganidan xursandman. Bu markazimizda bolajonlar hamma viloyatlardan keladi. Respublikamiz bo'ylab va yaqinda mana Turkiyadan, Germaniyadan hamda o'zimizning qo'shni respublikalar Qozog'iston, keyin Ozarbayjon, mana shunaqacha joylarimizdan ham kelib bolajonlarni konsultatsiya qilib yoki yotoqqa berib xizmatlarimizdan foydalanishyapti. Aslida biz faqat intensiv qilganmiz. Ertalab soat 8 dan kechki soat 5-6 gacha bolani darsliklarini o'tib beramiz deb reja qilganmiz, lekin rejadan tashqari ham ish bo'lgan, chunki talablar bo'lganligi uchun uzoq viloyatlardan, qo'shni respublikalardan kelganliklari uchun majbur bo'lganmiz kechki xizmatni ham tashkil qilishga. Shunga ko'ra hozir markazimiz 24 soatlik bo'lgan. Masalan, bolani bir haftalik qoldirishlari, bir oylik qoldirishlari mumkin. Natija albatta mehnat ortidan keladi. Maftuna Ziyoyeva ham tinimsiz mehnati orqali yuqori natijalarga erishmoqda. Moddiy manfaatdan ko'ra markazga umid bilan kelayotgan ota-onalar, bolalar quvonchi uning uchun muhim sanaladi. Tinim yo'q, ko'rib turibsiz. Tinmasdan ishlash yaxshi-yu, lekin onam meni bitta onam urishadilar. Muncha tinmasdan ishlash nima kerak? Ozgina o'zingga vaqt ajrat deb bilmasam, endi shu narsani bo'ynimga olganman uchunmi o'tirolmayman. Masalan, yaqinda bitta oilasida notinchlik bo'lgan, tushunmaykan yigitlarimiz ham ko'pda, xotinni masalan azob bergan, hattoki zo'ravonliklar qilgan vaqti ham bo'lgan. Ikkita bolasi bilan ko'chaga chiqarib qo'ygan. Ana bu ayolga ish berdik, o'z bag'rimizga oldik va hozirgacha minnatdor. Ikkita bolasini bog'chaga bepul oldik va asosiysi ish bilan ta'minlanganiga xursand bo'laman-da men shularni. Bu markazimizdan chiqdik. Ana endi bizga soatlik qatnayotgan markazimiz. Bu yerda bolalar faqat 1 soat, 2 soat shug'ullanib, ota-onalari kutib turishadi va olib ketishadi. Bu markazimizni 2024-yil noyabr oyida
ochilish qilib u markazimizni tashkil qilganmiz. Asosan duduqlanuvchi bolalarga va autizm tashxisli bolajonlarga mo'ljallangan bu markazimiz. Shu faoliyatim faqat bolalarniki emas, logoped yo'nalishi o'zi maktabgacha yosh, maktab yoshi va kattalar logopediyasi yo'nalishlari bor-da. Men hammasi bilan ishlaganman. Kattalar logopediyasi bu qanaqa kishilarga xizmat ko'rsatamiz? Insult bo'lgan kishilar, masalan, afaziya tashxis qo'yiladi bizga va nutq markazi, broka markazi zararlangandan so'ng ular nutqini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni bor nutqning yo'qolishi kuzatiladi va biz ularni o'sha yo'q bor nutqini tiklab berishga harakat qilamiz. Hozirgacha juda ham ko'p shogirdlar chiqarganman. Har bir shogirdlarimni hozir ba'zi shogirdlarim o'zini shaxsiy brendiga ega, ya'ni ularning ham markazlari bor, ularning ham o'zini ish yo'nalishi bor. Mana shu soha bo'yicha ishlar olib borilganligini hisobga olib, mustaqil davlatlar hamdo'stligi tomonidan o'z kasbining fidoyisi degan ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman. Va mana shu 5 ta davlat, Ozarbayjon, Rossiya, Turkiya davlatlari va yana shu O'zbekiston davlatlari hamkorligida uyushtirilgan BTA Awards'da nominatsiya eng zo'r defektolog nominatsiyasi bilan taqdirlanganman va respublikamizda faqat defektologlar uchun olib borilgan o'sha ko'rik tanlovda yana bir nominatsiya eng yaxshi defektolog mutaxassisi sifatida taqdirlanib kelmoqdaman. Bular insonga faqat kuch beradi. Yana ham ishlashga shijoat bag'ishlaydi. Izlanish, intilish va imkoniyat. Bularning barchasi inson uchun jamiyatda o'z o'rnini topishga kuch beruvchi omillardir. Maftuna Ziyoyeva tinimsiz mehnati tufayli nafaqat viloyatimiz, balki respublikamizning boshqa hududlarida ham bu kabi markazlar faoliyatini yo'lga qo'yib, yuzlab yangi ish o'rinlarini tashkil etdi. Quvonarlisi, ayni vaqtda ushbu maskanlarda ko'plab bolajonlar sog'lomlashtirilmoqda. Boshqa viloyatdagi filiallarimizda video orqali xabardor bo'lib turamiz. Bu esa Qoraqalpog'iston Respublikasidagi hozir administratorim bilan bog'lanib gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimsiz, Maftuna opa? Rahmat. Rahmat, yaxshi. Sayyoraxon, qanday ketyapti ishlar? Ishlar yaxshi. Bizlarda ish jarayoni ketyapti. Bizlar Taxatardan kelgan balamiz, Shahrob balamizdan yuzlarini massaj qilib apparatlarni olib bo'ldi. Hozir ish jarayonidasizlar? Va ish jarayonida. Yaxshi. Ota-onalaringiz qanday, minnatdormi? Biz ota-onalarning o'zlarini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xizmatlari sizga yoqyaptimi? Ha, yaxshi. 3 kun bo'ldi ham. Ha, endi boshlabsizlar. Qizim ancha yig'ildi, o'zgarishlar, so'zlamadi. Shukr, rahmat hammasiga. Sayyoraga ko'p rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xursandmiz. Agar o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Sayyora, ishlaringizga omad. O'zingiz nazorat qilib, ko'z quloq bo'lib turasiz. Xo'p, yaxshi, rahmat. Xayr, yaxshi ishlanglar. Keng va yorug' xonalar, zamonaviy o'quv jihozlari. Eng muhimi bu yerda bolalar nutqi ravon bo'lishi bilan birga jismonan chiniqish imkoniga egalar. Biz Xatirchidan keldik. Men o'g'limni olib keldim. Logopedga kelishimizning sababi o'g'limda bir ikkita harflarda tutilishi bor edi-da. Maftuna opani anchadan beri kuzatib yurdim. Shunga bir oy bo'ldi kelganimizga, natijalarimiz yaxshi. Mashg'ulotlar o'tdi. Farangiz opadan fizioterapiyalar oldik, massaj mashg'ulotlar oldik. Shu yil maktabga chiqadi. Bolam o'zgarishlari yaxshi. Harflarda tutilgani yo'q. Endi maktabga yaxshi kayfiyatda chiqamiz. O'zim ham xursand bo'lyapman. Insonga berilgan ko'mak yangi maqsadlarga yo'l ochadi. Ishbilarmon ayol ham davlatimiz oila a'zolarining qo'llab-quvvatlanishi bilan ishini rivojlantirdi. Muhimi bugun bu tadbirkorligi barchaga foyda keltirmoqda.
Hozirgi sohalar ichida aynan bizning sohamiz shiddat bilan, tezlik bilan yangilanib boryapti. Yangiliklar qo'shiladi, yangiliklar rivojlanishlar, har bir mutaxassis yanada yangiliklar topishga harakat qilyapti. Bu quvonarli. Bunday olib qarasa, tadbirkorlik ishiga ham to'g'ri keladi, chunki shuncha ish o'rini yaratilyapti, shuncha insonlarni mushkulni oson qilinyapti. Soham bo'yicha ishlab kelish davomida shunaqa takliflar berildi, imtiyozli kreditlar ajratishlar bizga taklif berildi va o'sha imkoniyatlardan foydalanib sohamizni kengaytirdik, rivojlantirdik, ish o'rinlari yaratdik va bu o'z-o'zidan tadbirkor ayol nomini ham berdi. Kelajakda meni niyatim ana shu Navoiy viloyatimizda o'zimiz sohamni 4 ta yo'nalishi bor. Har bir yo'nalishda alohida qilib chiqmoqchiman. Xudo xohlasa shu yilning kuz mavsumiga mo'ljallab turibmiz. Bir binomiz qad rostlaydi va u yerda hamma sharoitlari bor va har bir tashxisda alohida ishlaydigan markaz qilib tashkil qilmoqchimiz. Bu esa o'z o'rnida yana yangi ish o'rinlarini yaratishga va yangi zo'r natijalar qilishga olib keladi. Aslida ezgu amal, xayrli yumush ko'pgina insonlarga foyda keltiradi. Bugun biz sizga tanishtirgan uddaburon tadbirkor ayol Maftuna Ziyoyeva ham ana shunday sa'y harakati, ishi ortidan har jihatdan jamiyatimizga foyda keltirayotgani quvonarlidir.